Assalomu alaykum hurmatli talabalar, hurmatli ustozlar, o'quvchilar. Bugungi sizlar bilan suhbatlashadigan mavzumiz demak 5lik sonlar, 4lik sonlar va juft sonlar, tog' sonlar o'shalarni osongina ko'paytirish usuli bo'yicha suhbatlashib o'tamiz. Demak, bizga kara jadvaldan ma'lum ancha sonlarni bir-biriga ko'paytmasini maktab kursida biz o'rganib olganmiz. Ulardan tashqari yana shunaqa oson usul ko'paytirish usullari bor. Bu faqatgina biz sonlarni bir-biriga kombinatsiya qilishimiz kerak va ularning orasidagi munosabatlarni to'g'ri baholashimiz kerak. O'shanda biz ishlayotgan misolimiz to'g'ri chiqishiga kafolat berishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bizga kara jadvaldan 5 kara 5 5 ni 5 ga ko'paytirmasi 25 ni tashkil qilishini bilamiz. Demak, bizga yana shunday sonlar keladi. Ya'ni 15 ni 15 ga ko'paytirish, 25 ni 25 ga ko'paytirish, 35 ni 35 ga ko'paytirish, 45 ni 45 ga ko'paytirish, 55 ni 55 ga ko'paytirish, 65 ni 65 ga ko'paytirish, 75 ni 75 ga ko'paytirish, 85 ni 85 ga ko'paytirish, 95 ni 95 ga ko'paytirish. Manaqa misollarimiz bizga juda hayotimizda ko'plab uchrab qoladi. Buni ishlash uchun juda oson usuli bor. Bu usulni mana shunaqa qilib topamiz. Qarang. Sizga juda oson usulni ko'rsataman. Orqadagi sonlarimiz hammasi 5 ga 5 ni ko'paytirish. Qarang, bir diqqat qiling. 5 ga 5 ni ko'paytiramiz. Bu orqasiga 25 ni yozib qo'yamiz degani. 25 ni yozib qo'yamiz. Demak, endi oldindagi sondan bitta katta songa ko'paytiramiz. Oldindagi sonni o'zidan bitta katta songa ko'paytiramiz va yozib qo'yamiz. Bundan katta son nechi? 2. 1 ni 2 ga ko'paytsak 2. 225 ekan javobi. Bundan katta son nechi? 3. Demak, 625 ekan. Bundan katta son nechi? 4. Ko'paytirsak 12, 25. 1225 ekan. Bundan katta sonimiz 5, 20, 25 ekan. Bundan katta sonimiz 6. Ya'ni 5 kara 6, 30. 5 ni 5 ga ko'paytirib qo'yamiz. 25 son kelib chiqadi. Bundan katta sonimiz nechi? 7. Demak, 42, 25 ekan. Bundan katta sonimiz nechi? Demak, 6. 56. To'g'rimi? 8, 56, 25. Bundan katta sonimiz nechi? 9 bo'ladi. 72, 25. Bundan katta sonimiz 10, 90, 25. Mana 5 ga bo'lgan sonlarni, 5 ga bo'lgan sonlarni ko'paytirishning oson usulida ko'rib o'tdik. Endi ichlaringda aqlli, matematikaga qiziqadigan o'quvchilar bo'lsa, ustoz, bu faqatgina 5likka bog'liqmi? Bu 4lik bo'lib qolsa nima bo'ladi? 3lik bo'lib qolsa nima bo'ladi? 9lik bo'lib qolsa nima bo'ladi? 1lik bo'lib qolsa nima bo'ladi degan savollar albatta bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni ham ko'rsatib o'tishim kerak bo'ladi sizlarga. Demak, endi biz bu qoidani yaxshilab o'rganib olamiz. O'sha o'rganib olganimizdagi, demak, 4likdan, 5likdan, 9likdan ham hammasini chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun 4 ni 4 ga ko'paytirish. Biz tasavvur qilamiz, o'zi asli 16, lekin bilmaymiz deb tasavvur qilamiz. Biz nechiligini bilamiz? 5likini bilamiz. 25 ni o'zini yozamiz. 1 marta 5 ni, 1 marta 4 ni ayirsak, bu 16 son kelib chiqadi. Ana 4 ga 4 ko'paytirish osongina usuli. Endi 14likini bo'lsa nima bo'ladi? 14likini. Biz 15likini bilamiz. 225, 1 marta 15, 1 marta 14 ayirsak, 196 son kelib chiqadi. Ana qarang. Demak, agar o'zidan kichik, ya'ni 5 dan kichiklari bo'ladigan bo'lsa, shu 5likning o'zi va undan kichkina sonni ayiramiz. Tasavvur qilyapsizmi? 4 bo'lganligi uchun, demak, 25 dan 5lik sonning o'zini ayiramiz va 4 ni ayirsak, demak, 14 ni 14 ga ko'paytirgani kelib chiqyapti. Demak, endi qarang. 24 bo'lsa-chi bu? 24 bo'lsa. Demak, biz nechiligini bilamiz? 25likini bilamiz. 625. Bundan 25 ni ayiramiz. 24 ni ayirsak, demak, 576 soni kelib chiqadi. Ko'ryapsizmi? Biz bemalol buni hisoblashimiz mumkin ekan. Hech qanday qiyinchilik uyg'otmaydi. Agar bu yerda ayrilyapti. Agar 5lik sondan katta son bo'lsa nima bo'ladi? Buni ko'rib o'tamiz, qarang. 6 ni 6 ga ko'paytiramiz. Biz nechiligini bilamiz?
25nikini bilamiz. 25 qo'shamiz 5 ni, qo'shamiz 6 ni qo'shsak 36 son kelib chiqadi. Ana qarang, osongina. Endi 16 ga 16 ni ko'paytirsak, biz nechinikini bilamiz? 15nikini bilamiz. 225. Bunga bir marta 15 ni, bir marta 16 ni qo'shamiz. Bu 256 soni kelib chiqadi. Endi qarang, 26 sonini ko'rib o'tamiz. 26 ga ko'paytirsak, 26 ni 26 ga ko'paytirsak, biz 26 ga 26 ni ko'paytirishni to'g'ridan to'g'ri bilmaymiz. Agar tajribalarga ega bo'lsak, ko'p marta biz ishlagan bo'lsak, buni bilamiz 676 son kelib chiqishini biz to'g'ridan to'g'ri hisoblay olamiz. Bilmaydigan o'quvchilarimizga biz 25nikini olamiz. 25 necha edi? 625 son edi. Bunga bir marta 25 ni, bir marta 26 ni qo'shsak 676 soni kelib chiqar ekan. Tushunarlimi? Demak, 5likni biz yaxshilab o'rganib olsak, demak qolganini ham hisoblashimiz mumkin bo'lar ekan. Aynan yana bizga shunaqa o'quvchilar, bilimdon o'quvchilarimiz savol berishi mumkin. Aynan bu 4lik, 5lik bo'lishi mumkinmi? 11lik bo'lsa nima bo'ladi deb savol berishi mumkin. 11 ga 11 ni ko'paytiramiz. Misol, biz bilmaymiz deb tasavvur qilamiz. Aslida bilamiz buni 121 ekanligini chiqishini. Bizga oson bo'ladigani qaysi edi? 10 ni 10 ga ko'paytirish edi. 10 ni 10 ga ko'paytirish 100 bo'lar edi. Bir marta 10 ni, bir marta 11 ni qo'shsak 121 son kelib chiqadi. Tushunarlimi? Endi agar 21 bo'lsa-chi deydi. 21 ni 21 ga ko'paytirish. 21 ga 21 ni ko'paytirish biz 441 ekanligini bilamiz, tajribaga ega bo'lganligimiz uchun, ishlaganligimiz uchun, lekin o'quvchi bilmaganligi uchun buni osongina tushuntiramiz. Buni 20 ga 20 ni ko'paytirib olamiz. Bu nechi bo'ladi? 400 bo'ladi. 400 ga 120 ni, 121 ni qo'shsak 441 soni kelib chiqadi. Tushunarlimi? Demak, mana shunaqa tarzda bajarib ketishimiz mumkin. Agar 31 ni ko'paytirish bo'lsa, demak buni qiyin, biladigan odamga 961 son eka chiqishini biz bilamiz. Buni biz osongina 30 ga 30 ni ko'paytiramiz, ya'ni 900 bo'ladi. 900 ga bir marta 30 ni, bir marta 31 ni qo'shsak 961 soni kelib chiqar ekan. Tushunarlimi? Endi bundan tashqari bu faqatgina birliklar bo'lganda, agar bu 9liklar bo'lsa-chi, mana bu yerdan ham yozib qo'yaman. Demak, 19 ni 19 ga ko'paytirish. Biz nechinikini bilamiz? Osongina ko'paytirish uchun 20 nikini bilamiz. 20 ga 20 ni ko'paytirish nechi bo'ladi? 400 bo'ladi. 400 dan bir marta 20 ni, bir marta 19 ni ayirsak 361 son kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu jadvalni, ya'ni 5liklar jadvalini, 6liklar jadvalini demak yaxshi tushunib olsak, qolgan hamma sonimizni ko'paytirishimiz mumkin bo'lar ekan. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, e'tiborlaringiz uchun rahmat.